SDVG haqidagi 5 ta top savolga javob. SDVG nima va u qanday belgilar bilan namoyon bo'ladi? SDVG bolalar va kattalarda uchrovchi, diqqatni uzoq jamlab tura olmaslik bilan, tez chalg'ish hamda juda yuqori impulsivlik hamda giperaktivlik bilan birgalikda keladigan nevrologik holatdir. SDVG ning sababi nima? SDVG ga aniq bir sabab yo'q, ammo bunga ko'p narsalar omil bo'lishi mumkin. Misol uchun genetik omillar, ya'ni ota-onasida yoki yaqin qarindoshlarda bo'lgan bo'lsa, bu bolada ham uchrashi mumkin. Bundan tashqari, boladagi miya rivojlanishining o'ziga xosligi va yana homiladorlikdagi nojo'ya omillar, ya'ni spirtli ichimlik, sigaret chekish, kislorod yetishmovchiligi kabi omillar bo'lishi mumkin. Ammo hech qachon SDVG noto'g'ri tarbiya, erkalatib yuborish, bolalikdagi travmalar, stresslar natijasida bo'lmaydi. SDVG davolanadimi? SDVG albatta yaxshi bo'ladi, ammo buning uchun o'ziga yarasha muolajalar talab qilinadi. Ya'ni birinchi atvorda neyropsixologlar bilan ishlash talab qilinadi. Bundan tashqari dori vositalari, ayniqsa juda ko'p ishlatiladigan atomoksitin dorisi qo'llaniladi SDVG da, hamda ota-onalar bilan to'g'ri ishlanish natijasida bola ham yaxshi o'zgarishlar bo'ladi va sport hamda tartibga solingan hayot tarzida SDVG ancha yaxshilanib boradi. SDVG ni davolamasa nima bo'ladi? SDVG agar davolanmasa, albatta birinchi navbatda o'qishdan orqada qolish kuzatiladi, ya'ni maktabdagi baholari juda sust, past bo'lishi mumkin. Bundan tashqari oilaviy muhitda kelishmovchiliklar bo'lishi mumkin, sababi bunday bolalar yutqazishni hamda o'ziga bo'lgan qo'polroq munosabatni qabul qilishni bilmaydi va undan tashqari o'zining juda tez qaror qabul qilishi natijasida baxtsiz hodisalarga olib kelishi mumkin. Misol uchun jahl tarzida katta ko'chaga yugurib ketishi va har qanday nojo'ya holatlarga olib kelishi mumkin. Kattalarda esa bir ishni eplay olmaslik, diqqatni jamlay olmaslik natijasida yuqori natijalarga erisha olmaslik, tashvishlanish, depressiya, stress kabi omillarni olib keladi. SDVG agar o'z vaqtida davolansa, o'z vaqtida aniqlansa, to'g'ri tashxis qo'yilib, to'g'ri muolajalar, to'g'ri hayot tarzi olib borilsa, bunday insonlar albatta katta yutuqlarga erishishi, sog'lom turmush tarzida bemalol sog'lom insonlar bilan birgalikda yashay olishi mumkin. Buning uchun esa sizlarga to'g'ri tashxis qo'yib berish, farzandingizni to'g'ri yo'lga yo'naltirish uchun albatta BMP klinikasi hamda mening jamoam sizlarga yordam beramiz. Barchangizni BMPda kutib qolaman.